Farqi yo'q. Ketaveradi bu yoqqa qarab. Mantiq nima qoldi? Unga fa mahraj uchun 1 bersam, bitta javob degani x kvadrat kengroq 3 ta yechimga ega ekan. Barchaga assalomu alaykum. Demak, sizlar bilan 18-misollar tahlilini boshlaymiz. Birinchi misolga e'tibor beringlar. Modulli tengsizlik berilyapti. Ochig'i, hozir menda 2-3 ta variant bor, ishlash yo'llari bor hozir. Shularni hammasini o'rgatishga harakat qilaman. Hammasini. Kelishdingmi? Diqqat bilan qarab turinglar. Birinchisi, o'quvchi yaxshiroq bilimli bo'lsa, qanaqa qilgan yaxshi? Qarang, yaxshiroq bir modul biladi, xullas, fikrlash zo'r. Nima qilgan yaxshi, qaranglar. Mana bu modul x t deb oladi kimlardir. Bu xato emas. Masalan, mana buni bu yoqqa proporsiya qilishga haqqim bor. Tengsizlikda mumkin emasmidi aslida? Lekin modul x musbat, ya'ni kamiga bir qo'shib beryapti va aniq musbat son, musbatligini bilsak, proporsiya mumkin. -2 katta yoki teng. Modul x -2 ko'paygan modul x plus nima? 1. Ma'qulmi nima qilganligim? Tushundinglar? Modul x t deb olsak bo'ladimi endi? T deb oldik, ketdik. Xo'p, t -2 t plus 1 ishora teskarisiga o'zgaradi minus. Chunki bu tarafga yozyapman, sezgan bo'lsanglar. Ochib chiqamiz. T ni kvadrati minus plus t ekan. -2 ta t -2 kichik yoki teng -2 dan. -2 lar qisqarib ketadi. T ni kvadrati -1 t qoladi. Kichik yoki teng 0 dan. T ni guruhlab olib chiqib ketsam, t -1 kichik yoki teng nimadan? 0 dan. Tushundinglarmi? Bitta yomon tarafi bor-da. Bitta yomon tarafi bor. Shoshma do'stim, shoshma. Eshit. T nima edi? Modul x midi? Mana bu modul x -1 midi? Mana modul hamisha musbatmi? Tashlab yuborsak bo'ladimi o'minim? Tushundinglar ma'nosini? Chunki doim musbatda. To'g'rimi? Tashlab yuborardik esinglarda bo'lsa. Xo'p, mana bu narsa qoldi. Modul x kichik yoki teng 1 dan. Moduli tengsizlik x kichik yoki teng 1 dan, x katta yoki teng -1 dan, to'g'rimi? Bo'ldi. Son o'qida -1 dan qayerga? 10 ga 1 danchi? Chapga. Demak, javob -1 u 1. Aniqlanish soha bormi desa, yo'q deyman. Chunki modul x doim musbat. 0 chiqqan taqdirda ham 1 ga qo'shilsa mahraj 0 bo'lmaydi. Tushundinglar? 1 bo'laveradi. Kamida 1 chiqaradi. Demak, javob -1 u 1 ekan va nechta butun javob bor degan savolda -1, 0 va to'g'risini aytaymi? To'g'risi. Boshida 2-3 ta variant bor degandim-ku. O'sha payt miyamda bitta 0 qo'yaylik degan fikr bor edi, ochig'i. Dangal gap shunaqa bor edi miyada. Ya'ni unga ikkinchi usuli son tanlash usuli. Javoblarda ko'ryapsizlarmi? 12 ta, 28 ta, 32 ta degan javoblar. 0 ta, bitta, 2 ta, 3 ta sanoqlik-ku. Ushlab olsang bo'ldi-da buni. Ketaveradi bu yoqqa qarab. Xo'p, qaranglar. Men x ga ataylab 0 tanlab nima bo'lar ekan? Shunchaki 0 qo'yib ko'rsam, -2 bo'lingan 1 katta yoki teng 0 qo'ysam faqat -2 qoladi. Bu -2 katta yoki tengi bajarilyaptimi? O'sha 0 to'g'ri. Savol 0 dan keyin nima deb o'ylaysiz? 7 tanlam kelam kelmaydi. 1 tanlam keladi. Tushunyapsizlar-a? U tabiiy narsa-da bu. Ya'ni x teng 1. 1 ni qo'yib ko'rasan, xullas 1 dan 1 chiqadi, qo'shsa 2 bo'lingan 2 bo'lar ekan. 1 ni qo'ysam -1 chiqar ekan. Mana bu shart. Bajarilyaptimi yo'q? Zo'r chiqyapti-da. Keyin 2 tanlam keladi, to'g'rimi yo'qmi? Ochig'i. Minus ko'rgisi kelmaydi odam ochig'i. 2 tanlaydi. 2 ta 3 bo'ladi. -2 taqsim 3. 3 qo'ysam 1. Qarasam, minusli sonni katta deyapti bular. Endi buzildi-yo'q deyapman. Miyamda 2 ta bo'lsa kerak degan fikr bor. Qiziqishga bitta minus ham yuraychi deymanmi? Tengsizlik tenglamashlik modul ana modul debman. Trigonometrik tenglama esinglardan k ga 1 berardik, 0 berardik, minus ham tanlab ko'rardik. Shunga o'xshab minus ham tanlab ko'raylik. -1. Tanlasam mahraj 0 bo'lib qoladi o'ylamanglar. -1 dan 1 chiqadi, -2 bo'lingan 2 bo'ladimi? -1 dan modul nima chiqadi? 1 chiqadi, ayirsa shart bajarilyapti tengligi 3 ta. 4-siga qiziqmayman chunki eng kattasi 3 ta deydi. Tushundinglarmi? Demak 3 ta degan javob qaysi javobda? D varianti 3 ta yechimi bor degan javob ekan. Tushunarlimi? Xo'p.
Yana boshqacharoq yo'llarni ko'ramiz. Yana boshqacharoq yo'l. Qanaqa yo'llari bor? Marhamat. Nima kimdir nimadir demoqchi-da. To'ppa-to'g'ri. Bu ikkinchi, uchinchi usul deylik. Ya'ni uchinchi usulimiz holat qilish usuli. Ya'ni mana bu modulda plus bo'lsa kerak deb ishlaysizlar. Ikkinchi hol minus bo'lsa kerak deb ishlaysizlar. Haligini chapga olib o'tasizlar. Ha? Ikkita misol ishlaysizlar. Yo'llar holat bilan birlashishi kerak. Yoqyapti-mi? O'sha gapim yoqmayapti o'sha. Ishlash o'ylayapsiz, yo'q, gap yoqmayapti o'sha. Xo'p, ketdik, qaranglar. Mana modul ichini x teng 0 qilib olardik, son o'qitizardik, 0 ni qo'yib 10 ga chapga birinchi misol derdik. Esingizga tushdimi? Ha? Shunaqa marjoni. Manfiy bo'lsa nima qilardik? 0 dan oldin minus 10 tanlayapman, olib kelsam, Hamid minus ekan modul ichi. Oldiga minus chiqardi-ya. Esingizdan? Ikkita minus qisqarib ketadimi yo'q? Mumkin emas. Minus. Faqat x ga bo'lyapti, tushunyapsizlar-a? Butun misolda qovusdagi minus emas bu. Qaytaraman. Moduldan chiqqan minus faqat moduldiki. Общийнiki emas. Tushundinglarmi? Umumiy emas. Shuning uchun ikkita minus plus qilib bosib yormaylar, xato ketasizlar o'zi. -2 minus x plus 1 bo'lib turaveradi bu. Tushundinglar ma'nosini? Mana ikkita minus o'chirasizlarmi, o'chirmaysizlarmi? Hayotda. Qovusda bo'lsa-chi? Mumkin. Tushunarlimi? Xo'p. Katta yoki kichik hali x musbat manfiy qilib o'chayapmiz. -x plus 2 qilib yormaylar, -2 ligicha qoladi. Chunki modulda общий emas, bitta o'ziniki. Tushundinglarmi? Tushyaptimi? Xo'p, endi shunaqa bo'ldi. Endi xo'jayinlar, chapga olib o'tsam bo'ladimi xullas? Mana bu to'g'risini ayting, umuman yoqmayapti-da. Shu minus olib chiqib ketsa, mahrajda x minus nima qoladi? Minusda nima qoldi? Chapga olib o'tyapman, plus x, plus 2 katta yoki teng nimadan? Shuni eson-omon mahrajda berib ishlab olaman. Chiqqan javobim bu bilan birlashishi kerak. Keyin ikkinchi holat deyman. Musbat deyman modulda. Yana qanaqadir tegishli bo'lib qoladi. Yana chapga yig'ib, yana ushlayman. Yana u bilan birlashtiraman keyin. Tushundinglarmi? Ish ko'pmi, kammi? Ko'proq. Yo'nalish yetib bordim xolos, nima qilmoqchi bo'lganligim. O'shaning uchun maslahatim mana usul bilan usul ko'proq urg'u bera qolinglar. Kelishdagi son tanlash usullari yaxshiroq bo'ladi. Savollar yo'qmi? Yaxshi. 5-misolga qaranglar. 5 ta tengsizlikning nechta butun yechimi bor deyapti. Nechta butun, nechta natural, nechta degan savollarda hisob-kitobga taxminiy bo'lishiga rozi bo'laveramiz. Buni ko'p aytaman sizlarga. To'g'rimi? Aniq, konkret qanaqa son chiqsin demayapti-da, to'g'rimi? Nimadan nimagacha demayapti-da. To'g'rimi? Nechta deyapti. Bu degani, masalan, 0 dan 6,5 gacha bo'lgani qiziqmi, 0 dan 6,6 gacha bo'lgani qiziqmi? Farqi yo'q. 0 dan 6,5 gacha degan javobim bitta javob beradi. 0 dan 6,7 gacha desa ham bitta javob, 0 dan 6,1 gacha desa ham. Chunki oxiri 6 yor taqaladi, to'g'ri emas? Shuning uchun taxminiy bo'laveradi bizga. Tushundingmi? Butun natural degan paytlarda. Ketdi. Mana bu a koeffitsient, bu b, bunisi s, diskriminant. B kvadrat minus 4ac. B'imiz 2 ning kvadrati 4ac. Xullas 8 bo'ladimi bu? Minus 8 javobi nima ekan? Bilmaganga olib sezgan bo'lsangiz formula ekan bu. Bir nimani bir nima qo's kvadrati ekan bu. Oldin aytganman sizlarga diskriminant mabodo nima chiqsa 0 ga teng bo'lsa, u bitta javob bo'lgan. Bitta javob degan nimandir qo's kvadrati bo'lgan. Tushunarlimi? Uni bilmaganlar diqqat nima qilamiz? Qaranglar. Mana bunaqa ish qilamiz. x1 deymiz. Minus b taqsim 2a va bitta plus ildiz d bo'ladi. Esga tushdimi? Shu d yo'q-da hozir 0. To'g'rimi? Minus b'imiz 2 ildizda 2, a'imiz 2 hisoblasam, ildizni 2 taqsim nima ekan? Demak, bu avval ichkarida x plus ildizni 2 taqsim 2 ni qo's kvadrati bo'lgan ekan. Tushundinglarmi? Oldida ikkisi bo'lsa bordir. Mana shunaqa misol bo'lgan bu. Biznikilarning ko'pi mana shu javobni qo'yib plus minus qiladi. Bu xato. Bitta javob chiqsa d teng 0 liga, bitta javob degani qo's kvadratligini tushundinglarmi gapim? Oldin ham aytganman bu narsani, bo'ldi. Nimaniki desa, mana buniki deb. Esingizda bo'lsa, mana musbat son har doim nima qilardik biz sizlar bilan? Mana bu nima qoldi? 2 kichik yoki teng 0 dan deydi. To'g'rimi? Nima deymiz? Bo'sh to'plam-ku bu deymiz. Keyin nima qilardik?
qaytib borardik orqaga. Qaytib borardik. X plus 2 ildizda 2 teng bo'lsa nimaga? X teng bo'lsa minus ildiz 2 taqsim. Ya'ni mana 0 bo'lsa, mana shart bajariladi-da, tenglik bajariladi. Savol, mana bu chiqqan javob hech bo'lmasa bo'sh to'plam bo'lsa ham, hatto buni ol deyapti hech bo'lmaganda. Bitta javob bormi hozir? Shu butunmi? Bizga nimani so'ragan? Nechta javob bormi yoki butun javob nechta? Nechta? Yechimmi? Ha, yechimlar soni bitta. Ishoninglar, ko'pchilik cheksiz deydi. Ko'pchilik sabab mana uni qo'yadi boyatga topgandan keyin son o'qitadi, plus minusini qiladi, plus yoki minus bo'yidi-ku, bu yoqqa qarab ko'p ketadi-yu. Butun desa ham cheksiz deydi, sonlar ham cheksiz-ku bitta deydi. Tushunyapsizlarmi gapimni? Demak, shartda hozir butun desa mavjud emas bo'ladi. Nechta javobi bor desa bitta bo'ladi. Tushundinglar? Bittadan so'ragan xolos, nechta deganmi shunchaki? Butun degan so'z yo'q-a? Bo'ldi. Bir narsani aytib ketib o'rni kelganda, adashmasam yo 19 yo 20-yil DTMda tushgan savol. Bir tengsizlik bo'lgan, hisob-kitob 1 dan 2 gacha chiqqan oxiridagi javob. Javob qat'iy tengsizlik bo'lgan, hisob-kitob oxiri 1 dan 2 gacha chiqqan. Bu bo'lgan testda tushgan savol bu. Savol quyidagicha: tengsizlik nechta yechimga ega degan bo'ldi. O'quvchi ana butunga naturalga berilib ketib qolganda o'zi baribir shunaqa savol ko'p o'zi baribir testlarimizda. Bunday qarab, ikkalasi qat'iy-ku, butuni yo'q-ku deyapti o'ziga o'zi, tushunyapsanmi? Mavjud emas belgilayapti-da. 0 tani belgilayapti, tushunyapsizlarmi? Aslida nechta yechim bor buni? Cheksiz bor. Natural desa yo'q. Butun desa yo'q. Cheksiz, ana son nechta yechim bor? Shunchaki nechta yechim bor desa cheksiz. 1 1 2 1 3 bormi? Unda 9 ta ekanda bitta baraka topibdi o'quvchim. Chunki 1 9 9 ta-ku deydi. Savol 155 bormi ichkarida? 156 bormi? Unda 100 ta-da. Nechta bo'ladi? Cheksiz. Shuni orada qancha teng sonlar bor-da. Xullas kalom, butuni yo'q, lekin yechimi ko'p. Ajoyib-a? Shunaqa savol tushgan. Ma'qulmi? Bu ham shunaqa tipdan ekanda. Yetib bordim. To'g'risini aytaylik, kimda cheksiz chiqqandi? Cheksiz. Ikkita. Kimda bitta chiqdi? Sizlarga savol. Sizlar shunaqa qovus kvadratini bildinglarmi? Bitta javob bor deding bo'ldi. Senga savol, bitta javob bu tengsizlik-ku bu. Tenglama bo'lsa bitta javob deysan, do'stim. Bu omad deyiladi. Qaranglar, tenglamaday qilib bitta D0 chiqdi-ku deyapti o'sha. Bitta javob borligini bilyapman, bittada o'tib ketdim deyapti. Tenglamada bitta, lekin oti nima buni? O'sha bitta sonni qo'yib o'qitish kerakmi aslida? Yana kim? Nima ish qildinglar? Bitta chiqargan. Qanaqa chiqardinglar? Hop, T. Xalq kvadratdagi bo'ldi, tashlab yubordim. Ha. Sen xullas bilding uni formulaligini. Yana bitta chiqarganlar. Qanaqa qildinglar sizlar? Formula bildinglarmi sizlar? Gap yo'q. Keyin tashlab yubordinglarmi sizlar ham? Xuddi shundan ketdinglar. Bo'ldi. Savol yo'qmi? Zo'r. 10-misolga qaranglar. 10-misolimizda tengsizlikni yeching deyapti va shartida nechta butun yechimga ega deyapti. Qaranglar. Diqqat bilan eshitinglar. Mana bu narsa x kvadrat minus 7 ta modulda x plus 10 ni mana bu x kvadratiga modul kiygizish haqqim bormi yo'qmi? Bor. Chunki u kvadrati bor, modul kiygizsa bo'ladi. Mana bu narsa x minus 3 ni qovus nimasi? Kichik nimadan? Savol, qovus kvadrat bo'lsa, u har doim musbatmi? Nima qilamiz? Mana misol o'zi qoladimi? Modul x nima deb olamiz? Ketdik. T ni kvadrati minus 7 ta t plus 10 kichik nimadan? 0 dan. Endi mana bu joyda 5 kara 2 qildik. Plus 7 ni beryapti. T1 5, T2 2. Olib chiqib qo'ydim. Modulda x teng 5 ga teng 2 ga. X teng plus minus 5 plus minus nechta javob chiqdi hozircha? Tenglamani javobi bu. Hal tengsizlikka olib boramiz buni. Minus 5 birinchi, minus 2, 2, 5. Oraliqlar usuli hammasiga. Plus, minus, plus, minus, plus. 0 dan kichkinasi manfiy deb o'ylaymiz. Keyin qaytib borardik. Mahrajda nima gapdi? Aniqlanish soha mahraj uchun x minus 3 tengmas nimaga? X tengmas 3 topib qo'yma ro'yxatda deyapti. Ro'yxatda 3 bormi yo'qmi? Bor-da. Hammasi qat'iy-ku. Bular olinmaydi chegara hayotda. Minus 5 ta qanaqa butun son bor? Minus 4. Minus 3 mi? Bu olinmaydi. 2chi.
3chi. Faqat 5chi. Tushundinglarmi nechta ekan? 3 tagina. Tushundinglar-a? 3 ta yechimga ega ekan. Ha. Qara do'stim, holat qilishing kerak, plus minus qilsang, bilasan? Juda katta ish bo'lib ketadi. Ha. Ha, shu muammo kerak emas, shu narsa hozir bizga. Cho'ziladi, ozgina ayub, cho'zilib qoladi. Tushundinglarmi? O'sha gap endi ikkinchi masala, son tanlash masalalari. 0 tanlaysan, o'xshamaydi. 1 tanlaysan, 2, 3, 4 qilsang, 4 tushib qoladi, xullas. 500 ming. Xullas mana shunaqa qilasan, 4 tushib qo'ying ko'rasan-ku. 500 ming, 600 ming ketaveradi-yu, keyin o'sha umiding uzasan-da, qayerga o'tasan? Minusga. Minus tusha olasan yana. Shundan qilsa ham bo'ladi. Sezyapsizlarmi, ko'p javob 55, 56, 57 bo'lmayapti-da. Nima bo'lyapti? 0, 1, 2, 3, 4 atrofida yuribdi emas. Yetib boryapti, nima demoqchi bo'lganing o'zingiz ilib olasizmi gapimi? Imtihonda shunaqa qilib ko'ringlar javob bo'lmasa. Son tanlab ko'ringlar, butun sonlarni. Bo'ptimi? Bo'ladi. 15-misolga e'tibor berasiz. 15 ta 3 ta parabolani grafiki berilgan. Rasmdagi ma'lumotdan foydalanib ABCni taqqoslab ber deyapti. Xo'p. Sizlarga bir narsa o'rgatmoqchiman undan oldin. Y teng x kvadrat shunchaki y teng 2x kvadrat ko'rmoqchimiz. Kelishdik ikkita funksiyani. X tari y ga son beramiz. Mana x ga, mana y ga qaranglar. X ga 0 bersam 0, 1 bersam 1, 2 bersam tushundinglarmi ma'nosini? Bunisiga x y ga qaranglar. 0 bersam 0, 1 bersam 2, 2 bersam to'g'ri bu bilan yetib bordimi? Shuni minuslarini bersa minus chiqadi, bilasizlar, bu tarafda xolos musbat chiqadi, xolos bari. Mayli. Sizma sizib ko'ramiz sizlar bilan. Birinchisini grafigi 0 da 0, 1 da 1. Bilasizlar, simmetrik, bu tarafdan bo'ladi shu nuqta, esinglardan. 2 bersam javobi to'g'ri. Bunday birlashtirdim o'zimcha bunday qilib. Tushunarli mana. Savol yo'qmi? Endi narigisini qizilda chizib ko'ramiz. 0 da 0, 1 da nima? 2 da nima? 8. 8 qatta? 5, 6, 7, 8. Mana bitta bo'lyapti, qaranglar. Tushunarli? Xulosa oddiy x kvadrat kengroq, ya'ni uni oldida 1x kvadrat kengroq, 2x kvadrat bizlarga ozg'inroq. Tushundinglar ma'nosini? Ingichkaroq. Xulosa, parabolani oldidagi son qanchalik kattalashsa, uni grafiki ingichkalashadi. Son kattalashsa, eniga ham kengayib ketadi degani emas. Tushundinglar ma'nosini? Mos emas, teskari eslab qolsa bo'ladimi? Son kattalashgan sari parabola kengaymaydi, ingichkalashadi. Tushundinglar? Bo'ldi. Xuddi shunaqa. Mana bunga qaranglar. Xulosa qilamiz. Eng kengi aslida u nimasi bo'lgan? Eng kichkinasi bo'lgan. Tushunarli? Mana bunga 3-o'rinni berdik. Ma'qulmi? Xo'p, eng ingichkasi aslida uni eng kattasi bo'lgan. Bu birinchi o'rinda bo'lgan. O'rtachasi endi aniq. Tushunarli? Demak, sonlarni kamayish tartibida yozing deyapti. Kamayish tartibi. Kamayish bilasizlar, tepadan pastga tushadi. Eng kattasi qaysi biri? B. Undan keyinchi? A, keyinchi? Tushundinglarmi ma'nosini? Savol yo'qmi? Demak, kengaygandiki oldidagi soni kichkinaroq bo'lar ekan. Tushunarli? Bo'ldi.